Assalomu alaykum. Adapterli Wi-Fi kamerani qanaqa ishlash haqida sizga to'liq ma'lumotni berib o'taman. Kamerasi bu joyda joylashgan. Bu joyda USB kabel qo'yib, telefon zaryadga qilsangiz bo'ladi. Bu joyga fleshga tushadi. 128 GB SanDisk fleshga tushadi. Buni o'zining batareykasi yo'q. Tokka tiqilgan holatda onlayn videolarni ko'rsangiz bo'ladi. Zaryadga qo'yilganda to'xtovsiz videolarni zapis qilish mumkin va onlayn videolarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ko'rib turganingizdek ikkita teshik, bittasida svet yonadi, ikkinchisida reset knopkasi bor. Agar kamerani Wi-Fi chiqmasa, shu knopkani 10 sekund bosib tursangiz, o'zi avtomatik reset bo'ladi, zavodskiy holatga qaytadi. Hozir buni ishlatib sizga ko'rsatib beraman. Rozetkaga shu holatda qo'yiladi. Qo'yganingizdan keyin chiroq yonadi, qizil chirog'i. Shu ikkinchi teshikning nina orqali 10 sekund bosib turiladi. Mana bu bosiladigan knopkasi bor. Bosib turiladi 10 sekundcha. Qurib olgandan keyin shunaqa qizil chiroq yonib turadi. Shunaqa margat qilgandan keyin o'zi avtomatik o'zini Wi-Fi chiqadi. Va programmaga kirib qanaqa ulanish kerakligini hozir tekshirib ko'rsatib beraman. Play Marketga kiramiz. iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store'ga kiriladi. Bu joyga Lookcam deb yoziladi. Lookcam